Assalomu alaykum. Aziz do'stlar, aziz birodarlar, bugungi obzorimiz mana shu 3 ta moldan bittasi sotiladi. Shu haqida bo'ladi aziz do'stlar. Bugungi sanamiz 28-sentyabr. Haftani dam olish kuni. Hammangizning dam olish kuningiz maroqli o'tsin. Aziz do'stlar, manzilimiz Samarqand viloyat Tayloq tumani Nayman 1 mahallasiga keldik. Mana shu mollarning bittasi sotiladi. Srochniy pul kerak dedi do'stimiz. Shuning uchun batafsil ma'lumot beramiz aziz do'stlar. Do'stlar, mana hozir bu necha oylik anguscha? 4 oylik. 4 oylik ha? Maşallah. Chisi aberdan angusdan 100%. Ha, 100% so'raganga bizaga hozir sal smeshenni shu yerga tug'ilgani kelyapti. Menga tozasi kerak deganga mana tozasi ha. 4 oylik. Biri ön chiqadimi? Biri ön chistisi ha. Maşallah. Mana hozir orqa tomondan ham ko'rsatamiz. Fermadan olgansiz buni? Fermadan olgan 4 oylik chisti aberdan angus. Kimga kerak bo'lsa alqa chiqadi. Yeshi qanday buni? Yevichi qo'ra hozir ovqatlarni berib ko'rsatamiz. Privkasi bo'lganmi buni? Ha. Toza mana. Oyoqlarini ko'ryapsizlarmi? Bu tozasi uncha-munchaga kelmayapti-ya. Yo'q. Rangi qora bo'lsa, angus deb nima qilyapti mana? Tozasi kerak bo'lsa mana tozasiga keldik. Maşallah deydi-yu. Haqiqatan to'qol, chisti tozasi. Tuxumbosh. Yeshi qanday? Bitta biron nima bering qani, yeshini bitta ko'raylik qani. Mana aziz do'stlar. Haqiqatan udari. Kim olaman desa, foydalanaman desa, mana nomerga, pastdagi nomerga telefon qilasizlar. Maşallah hozir bitta yeshini ko'ramiz. Buni qara. Bo'yni ham zo'r ekan-a? Hozir orqasidan inshaalloh ko'rsatamiz. Angusning oldi orqasi bir xil ekan. Ag'onni yeshini ham ko'rsatamiz inshaalloh. Mana oddiy samonni ustiga o'zini urib nima qildi? Endi olma qo'choqim bu. Anchadan beri video chiqarmasak ekan, ozgina vaqtimiz yo'q edi. Bugun ishni bitta tugatamiz inshaalloh. Bitta Goldstein Swiss bo'g'ozi bor. O'shani inshaalloh agar sotmagan bo'lsa akamiz necha marta telefon qilib nima qildi? O'shani chiqaramiz. Bo'g'oz 9 oylik bo'g'oz, 8 oylik, 8,5 oylik 10 kun, 15 kunga to'g'adi deyapti. O'shani chiqaramiz inshaalloh. Mana yeyishini ko'ryapsizlarmi? Oddiy olmani po'choq emas. Hech qanaqa samon nima. Kepak urgani yo'q. Samon bilan bu mollarni ham ko'ramiz. Yeyishini inshaalloh. Bularni bittasi sotiladi-ya. Bitta pul zarurligi uchun to'yimiz bor deyapti. Dehqondan da bunaqa olib sotar emas, dehqondan. Ko'ryapsizlarmi? Qanday yalab nima qiladi, o'ziga vitaminni oladi. Inshaalloh. Kimga qaysi ma'qul bo'lsa, Farqi yo'q, ha? farqi yo'q. Bularni bahosi nech bu? 26 dan. 26 million so'm. Bu Chorniy Piostra Gibrid. gibrid, ha? Chorniy Piostraga gibrid bo'lgan. Haqiqatan hali yo'sha bular. Yo'q, tish bizgan emas. Buni 120-25 chiqadimi bular? Ha, 25 lar chiqdi. Inshaalloh. Odam bilan taqqoslasangiz ham bo'ladi. Metr yo'q-a? Metr bor. Bitta metr olib keling endi. Adashib, misol uchun 120 desak, 115, 18 chiqsa nima bo'ladi? Siz toshni aytmayman. Assalomu alaykum. Yeshini ko'ryapmiz. Ozgina kepak ursa, yeshini ko'ramiz. Haqiqatan kepak urmasangiz ham yeyveradi ekan bular. Hech nima ortmaydi. Yeb bo'lgandan keyin suvni soladi. Suvni ichgandan keyin olib ochib qo'yadi. Seni üstü. Maşallah. Mana shuni taqdir qilaman. Haqiqatan zo'r bo'ladi. Inshaalloh. Ustiga ozgina kepak ursa
Do'zamat berdi. 1 kilo kepak, ha? Ha. 1 kilo kepak, 1 kilo olma po'choqmi? 1,5 kilo. 1,5 kilo bitta satilchaga olma po'choq, keyin ozgina somon. Maşallah. Bularga silos berganingiz yo'q-a? Yo'q hali. Endi olamiz. Bitta metrlab nima qilaylik? Necha chiqdi? Oldidan. Oldidan. 1.30 ha? 1,30 ga da. 1.30 ekan. Biz 1.20 deb o'tiribmiz mana. 1.30 chiqyapti. Bunisini ham buncha. Bu ham shunaqadan sal pastroq bo'lsa kerak. 1.25 bo'lsa kerak. Biz kamaytirib aytamizda, ko'paytirib emas. Iloji bo'lsa. 1,25. Bunisini 1.25 ga olasizlar, bunisi 1.30-28 atrofga. Bu-chi maydacha? Metrlab turadi. Shu turib. Kakta. Bil, kerak emas. O'zim ma'lum. 1.10 desak-a? 1,20 mana buni o'zi oxirida oldi 1,20 da. Ha, bu 1.20 bo'lsa, bu 1.5, 1.10 da. Bu bo'yiga hisoblamaydi, haqiqatan yeshi, ichishi yaxshi bo'lsa zo'r. Oyoqlari hamma joyga chopadi. Tashqariga olib chiqish iloji yo'q. Bitta olib chiqaylik, bitta ko'rib. Yavaş. Mana anguschamiz. Buni bu yerga olib chiqib mexlash kerak ekanda, mana o'tni zo'r yer ekanda. Mana qarang. Yeshi yaxshi ekan, ha? Ha, yeyishlari zo'r. Ana qo'tirmi nima bo'lgan? U qichma. Qichma? Lichinalarni qilyapmiz. Licheni qilyapsiz, ha? Qilingan. Qilinganda, lichenisini qilingan inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. Mashalloh. Buning narxi nechta? 27 million xayri bor. 27 million xayri bor. Xayri 2 millionmi? Nechta? Kelishamiz. Kelishamiz, ha? deganlarga. Kelishamiz inshaalloh. Mana orqalarini bitta aylantiringda. Mana orqa korobkasini ko'ryapsizlarmi? Ha, tozasi so'raganga tozasi mana. Chisti toza Aberdeen Angus mana shu bo'ladi. Mana oyoqlarini ko'ryapsizlarmi? Haqiqatan tikka. Oli 4 oylik ekan. Mana. Yeshi yaxshi. 27 deyapti. Yana xayriga kelishtirib beramiz deyapti. Kelasizlar, ko'rasizlar. Mol sog'lom ekan, yana yeshi. Oldi to'shlarini ko'ryapsizlarmi? Oyoqlari qalin, haqiqatan sog'lom. Bu dakanlar ham sotiladi-ya? Ha. Nech pul bular? Kelishtirib beramiz. Kelishamiz, ha? Mashalloh. Qiziqlarga. Mana. Cho'ji ham chiqiribdimi? Ha. Qishga. Mana azizlar, videomiz qisqacha bo'ladi. Mana haqiqatan Aberdeen Angus zo'r ekan. O'zim ham havosim keldi. Mana. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqasizlar. Manzilni yana bir marta tushuntiramiz. Samarqand viloyat Tayloq tumani Nayman 1 mahallasiga. Shu Nayza tepadan shunday kirishga birinchi mahallaga-da. Mashalloh. Aylantiring deb bitta ko'raylik. Haqiqatan. Fermadan olib kelgan ekan. Deb pul zarurligi uchun sotyapmiz deydi. Dehqondan. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqamiz inshaalloh.